Assalomu alaykum qadrli YouTube obunachilari. Bugun sizlar bilan ko'radigan modelimiz Cherry Tiggo 2 Pro modelini rassrochka shartlari va avtokredit to'lovlari haqida gaplashib o'tamiz. Ochiq oydin hammasini yoritib bergan holatda. Keling, birinchi mashina bilan tanishib olamiz. Mashinamizda 1 turbina 3 silindroviy bo'ladi va 6 litr shahar ichida rasxodi, 4 litr daylingga yurganda rasxodi bo'ladi va faralarini ko'rishingiz mumkin. LED, motor nemetskiy, blok chugunli va 102 ta ot kuchini o'ziga jamlagan. Ushbu krossoverimizning narxi 214 million 900 ming so'm. Va ushbu avtomobilni hozirgi kunda naqdga yoki avtokreditga xarid qiladigan bo'lsanglar, ya'ni 40 million foydasiga xarid amalga oshirishingiz mumkin. Ya'ni 174 million 900 ming so'm. Yoki da rassrochkaga olaman deydigan bo'lsanglar, boshlang'ich 25% ni darja berib, 60 oygacha rassrochkaga o'zini pulini foiz pensiyasi olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Keling, yana mashinani birdan ko'rib chiqamiz. Salon qismiga keladigan bo'lsak, mashinamizning saloni polniy koja, rul обогрев, лобовой обогрев, боковой обогрев va oldi orqa lobovoylargacha обогрев bo'ladi va orqa qatorlari ham ancha keng. Misol uchun oldida bemalol o'tirganingizda orqadagi odamga ham qulay bo'ladi. Misol uchun va bagajni ko'ramiz. Bagaj объемlari ham ancha katta. Orqa partronik, zadniy kameralari mavjud. Spoilerlari va shoxlari mashinada o'zida zavodskoy holatda bo'ladi. Va bagaj объемimiz 420 litr. Bu degani ancha-muncha chemodanni sig'dirib olsanglar bo'ladi. Ushbu krossoverimizni Cherry Ademaster Sampiga kelib bemalol har xil 4 tala rangini ham bemalol nalichida ko'rib, o'zingizlar nomingizga bir kunda оформить qilib olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Hammalarni Cherry Ademaster Sampi Yunusobodda kutib qolamiz.